Yo, assalomu alaykum qarindoshlar, qanday yaxshimi? Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun bizning so'zlaydiganimiz bo'lsa Metaverse. Buni yaqin shunday jihatlardan oldinglar, men tushunma. Metaverse ni bugun yaxshi pronounce qilib. Meta degan gap, u tashqari degan gap, verse degani u universe'dan kelgan, ya'ni olam boshlig'i degandek ma'nolar bor. Şu an Metaverse ni biz tashqi olam deb tarjima qildik hozircha. Boshqa bir olam degandek ashtaq bir hukmni bildirmoqchiman bu yerda. Shu 2021-yil 10-oyning 28-kuni Facebookni qurg'uvchi Mark Zuckerberg shunday deb bayonot berdi. Biz endi shu keyingi 5 yilgacha Metaverse tarafga taraqqiy qildiramiz deb shunday dedi. Bularni plan qilib shunday uzun yil bo'lgan. 2014 dan boshlab plan qilishni boshlagan. Endi hozir bular ismini butunlay Meta deb o'zgartirdik deb e'lon qildi. Hamda hozir bu logolarimiz o'zgardi. Burun shu Facebookning ostida Instagram, WhatsApp, Messenger degandek shu qo'shilma applari, shirkatlari bordi. Lekin endi Meta'ning ostida Facebook bor. Facebookning ostida yana qolganlar bor. Metaverse degan bu so'zlik eng bishdan shu 1992-yili Neil Stephenson degan odamning yozgan bir Snow Crash degan kitobida to'nilgan. Neil Stephenson hozir 61 yoshga kirdi. Uning dadasi elektrolog injener professori, apsi bo'lsa ximiya professori. O'zim bo'lsa shu Boston University'da fizika kasbini bitirgan. O'zim shu kompyuter, internet bilimlariga shunchalik puxta. Qanchalik puxta degan chog'da hatta ba'zi odamlar shu Bitcoin'ni kashf qilgan Satoshi Nakamoto'ni balki shu Neil Stephenson bo'lishi mumkin deb qaragan. O'ziniki shu Snow Crash degan kitobida, shu qor quyuni degan kitobida shu Metaverse'ni eng bishida namoyon qilgan. Uningda aytilgan hikoyalarda hamma odamlar shu uyda o'tirib hamma ishni kompyuterda, internetdan ishlaydilar, hamma ishni bir taraf qila oladi. Masalan, xizmat bilamdi, ko'ngil ichish bilamdi, har qanday ish. Faqatlam bir ishni u internetda e'tirof qilolmaydi, u bo'lsa-mu odamning qo'sqi ochiladi. Tomoq yeyish kerak. Bu kitobdagi hikoya endi shu kelgusini so'zlaydigan hikoya bo'lg'achqa, u hikoyasida shu jamiyatdagi 4 soha shunchalik ravnaq topgan. U bo'lsa-mu birinchisi muzika sohasi, keyin birisi kinochilik sohasi, keyin birisi yumshoq detal sohasi, keyin to'rtinchisi bo'lsa tomoq to'shish sohasi. Bu hikoyadagi asosiy personaj bo'lsa shu tomoq to'shiydigan bir bola edi. 92-yillari kitap chiqqan vaqtida odamlar o'qib bu kitobni tushunmagan, kelgusi rasmishlar bo'lamdi deb. Lekin biz hozir o'qisak shunda yaxshi tushuna olamiz, chunki bizniki kelgusimiz mushdan qarab menyapti. Balkim yana 30-40 yil yo 100-200 yildan keyin biz tanıyolmaydigan holatga yetadi. Ham u chog'dagi tomoq to'shish sohasi shunchalik muhim bo'lg'achqa, hammadan tomoq vaqt qarab turib yeydigan muhim soha bo'lg'achqa. Tomoq to'shiydiganlarningki mashinlarmi shundoq ilg'or, eng pechet mashinlarda tomoq to'shiydi. Tomoq to'shishuvchida 1 soat vaqti, tomoqni topshirib olgan odamdami 1 soat vaqti. Tomoqlarni cho'qim vaqtida to'shish kerak edi. Agar vaqtida to'shay olmay qolsa, nurg'un pullarni shu cho'ng shirkati to'lamga to'laydi. Hatta shu tomoqni to'shuvchilarning hammasida shundoq eg'ir qurollar bor. Chunki ba'zan kambag'al odamlar bularniki endi tomog'ini bulamaydi, balki bularning asl mashinalarini bulaydi. Bu personajning ismi Hero edi. Hero bir xil yaponlarning ismidek, ham o'zimi shu tapancha olmaydi odatda, lekin bir yaponcha qilich oldi. Bu tashqi olam sesimizga cho'qim shu VR ko'zoynakini taqib turib, anaki shu mavhum dunyoga kira olasiz. U sizningki ichga kirgan salohiyatingiz, o'zingiz shakli, hammasi mavhum. Ham o'zingizni qanchalik paydazaymay, qanchalik yasab o'xshamaydigan yo uchalaydigan mustaqillik qila olmayman desangiz qila olasiz. Lekin ichki narsalarni pulga sotib olishingiz mumkin. Hatto o'zingizning uyini sala olasiz, nima ish qilmaysangiz qila olasiz. Chunki uning ichi bu bizningki hozirgi amaliy dunyomizda payza, ham ko'ngillik, ham texmi cho'ng, texmi hamma ishlarni qila oladigan qobiliyatlaringiz bor bo'lg'achqa, u chog'da u kitobdagi yozilganda ash dunyoda yashaydigan hamma odamlar, amaliyotda yashaydigan hamma odamlar shu sesim kirishni yaxshi ko'rar ekan. Sesimiz kirib yashashni, yo xizmat qilish, oshnashtirib pul tepish degandek. Endi bu kitobda maxsus degani
mesela şu snow crash degani amaliyotda şu sistemning şu kompyuter sistemning ichidagi bir virus. Bu virus qanday ta'sir qilgan desangiz, odamlar şu mavhum dunyoga kirib, ichida o'ynab, amaliy dunyoga qaytib kelgan chog'da şu virus amaliy dunyodagi sizga ta'sir qilgan. Ya'ni sizni jiq narsalarni o'ylayolmas, amaliy dunyoni yaxshi ko'rolmaydigan, hissiyotingiz ozlab ketadigan, ya'ni shu insonligingizni texmi yo'qotib qo'ygan bir xil virus. Masalan, shu quma bo'lib qolgandek, mavhum dunyoga kirsangiz, yana qaytadan jonlanib, qaytadan xushal bo'lib, amaliy dunyoga qaytib kelgan vaqtingizda bu yerda xushallik narsalar yo'q bo'lg'achqa, o'zingizni sal yo'qotib qo'ygan ashta virus ekan. Ham bu kitobda yozilgan hikoyada bu snow crash degan bu virusni bir shunday boy birisi ijod qilgan ekan. U shu hamma odamlar qarab, hammasi shu mavhum dunyoga kirganda, amaliy dunyoda men bular virus yasab, ularniki boyliqlarini avlib, texmi boy bo'lay degan maqsadda shunday qilib ekan. Andan keyin shu personaj yana bir shu sistemga shunday usta bir hayka bular shu boy bilan bo'lgan bir to'qnashishni, ashtam bilan bo'lgan bir urushni so'zlagan bir hikoya. Yaxshi ko'rsangiz berib ko'rib baqsangiz bo'ladi, shunday yaxshi kitob. Undan bo'lsa biz Mark Zuckerberg Facebook'ninki hikoyasi qaytib kelsak. Endi Mark Zuckerberg bu tarafdan plan qilayotgani nurg'un yil bo'ldi, balkim 6-7 yil bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki uniki boshda shu bir shirkatni setib olgan vaqti 2015 shu VR shakllik bir o'yin shirkatini setib olgan. Undan keyin shu asosda taraqqiy qildirib, keyin shu Metaverse tarafdagi xodimlarni, o'ziga ishlaydigan ishlamchilarni texmi cho'ngaytgan. Bu guruhsi bag'asiri cho'ngayib, hozir keyingi 5 yillik shu Metaverse planlarini chiqarib olgan. Facebookning o'zining shu shirkatini qo'lda shunday jiq naq pul hozir. Agar bu Metaverse tarafga taraqqiy qilmasa, o'zlik oz pul ketmaydi. Mark Zuckerbergning deyishicha, o'zi keyingi 5 yilda balkim 500 milliard pulni mushtarabga sarf qilmaydi dedi. Ham shuna qilmoqchi. Agar bu tarafdan Metaverse taraqqiy qilayotgan shirkatlar bakchi hozir kichik bo'lamdi, cho'ng bo'lamdi. Lekin hammasini qo'lda yetarli naqd pul bo'lmasa, balkim uzun qolmay ma'lummasligi mumkin. Hozir bu tarafdan yaxshi ma'laydig'ini, meniki eng yaxshi qaraydig'ini birsi Facebook, yana birsi Microsoft. Mark Zuckerberg'ninki shu videosini ko'rib baqsanglar, undan tushuntirgani, odatda o'zi shu Facebook o'zimi shu sotsial media bo'lg'achqa, o'zining shu a'zolarimi, Facebook'dagi a'zolarimi bakchiq, dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Shu a'zolarning orqali yana o'xshash sotsial mediadan boshlanib, balkim ba'zan shu ko'rishishlarni, do'stlaringiz bilan ko'rishishlar, ya bo'lmasa bir yig'inlar, shirkatingizning yig'inlarini odatda shu Zoom bu narsalarda emas, balki ayrim bir saroy ya bo'lmasa zalni tayyorlab, shu yerda suriydilik shu VR ko'zoynagingizni taqib olgandan keyin o'zingizning shaklidagi odamni ya bo'lmasa do'stlaringizni shu suriydilik shaklda ko'ra olasiz, parancha olasiz, harakatlaringiz degandek u taraflarni asosda shunday qilib taraqqiy qilmoqchi. Burun biz o'yinlarni o'ynagan vaqtimizda qo'limizda kontrol bordi, lekin endi kontrol yo'q, ya tezginak yo'q. Shu ko'zoynakni taqgan vaqtingizning ichida ko'zoynak sizga shu mavhum dunyoni ko'rsatib berdi ko'zingizga, lekin ko'zoynak yana o'zingizning harakatlarini, yoki qo'lingizning harakatlarini skan qildi. Ya'ni siz amaliy dunyoda qo'lingizni qanday midratgan bo'lsangiz, shu mavhum dunyoni ichida qo'lingizning bog'liqini ham o'xshash midratganini ko'ra olasiz. Ham shuni shunchalik ishtik tutilib, yana sizga namoyon qilib berdi. Ham shu qo'lqingiz taqqan anglatqularmi shu shunchalik rost har taraflardan chiqayotgan, o'xshamaydigan taraflardan chiqayotgan ovozlarni shu amaliy dunyoga o'xshash anglay olasiz. Shunchalik suriydilik. Lekin meniki farzim yana nurg'un taraqqiy qilish kerak. Yani balkim rasmiy voyaga yetib bo'lguncha yana necha yuz yil, ozgina 1-200 yil ketishi mumkin. Chunki Metaverse'ning ichida yana nim yo'q, fizik yo'q. Fizik tarafdan nurg'un masalalar, raqobatlarga uchrashi mumkin. Ondan yana bir masala bo'lsa, shu Facebook'ningki ko'rsatgan shu sinaq videolarda, ammo odamlarningki usti badani bor, usti badaniki harakatlarni, chiroy ifodasi unchalik
mukammal bo'lmasmi, lekin gap qilish og'izlaringizdan midrashlari shunchalik rostak to'g'ri chiqadi, lekin o odamlarniki osti badani yo'q. Demak, shu harakat jihat, mengib turib qilgan harakatlar jihatda yana shu masalalar bor. Chunki agar rasmiy mushtaq, agar men bir yerda mangman yo yugurayman deydigan bo'lsangiz, u chaqda bularniki asboblari texmi cho'ng bo'lish kerak. Masalan, bu bir kino bor, birinchi o'yinchi deydigan, eng yomon o'yinchi deb tarjima qilamiz. Shu kinodagi o'xshash rasmiy harakatlaringiz, sakraydigan, yuguraydigan joyingizda ashta qanday midrasangiz bo'laveradigan mushtaq asboblar bo'lish kerak. Lekin endi mavhum dunyo bo'lganki, amaliyotda ba'zanlar deydi, midrash ketmaydi yoki mengish yo yugurish bular ketmaydi. Ya usamlam bo'lmadimi? Ya bo'lmasa men bir yerga bormasam, shu yerda miyada yo'qoplam, o'sha yerda paydo bo'lsam bo'lmadimi? deb deydiganlar bor. Ham bu tashqi olam, bu metaverseniki bazasi shunchalik cho'ng. Buniki hamda bu ayrim bir olam bo'lganligi uchun, ayrim bir dunyo bo'lganligi uchun uni ichida hamma narsa sizga lozim bo'ldi. Oyoq kiyim, har qanday zibuzinnat, o'qish deydi, sayohat qilish, yana konsertlarga berish. Bularning hammasiga pul ketadi, hammasiga pul xarjlaysiz. Bularning hammasida har qanday shirkatlar yo bo'lmasa tijoratchilar bu yerda bir fursatni izlaydi. Shunga hamma cho'ng shirkatlar hozir bu tarafdagi fursatlarni izlayapti. Hatto kichik shirkatlar, kriptolar hammasi shu. Necha yil burun bir rapchi, naqshchi shu konsertni shu mavhum dunyoning ichida o'tkazgan. U chaqda butun dunyodagi boshqa borolmaydigan odamlar shu biletni, shu mavhum dunyodagi biletni sotib olib, shu VR ni taqoblab, shu naq maydonda ko'yganga o'xshash ko'ygan. Ham bu tarixni yaratgan, ham tarixdagi eng jiq odam qatnashgan, eng jiq bilet sotilgan bir konsert bo'lgan. Shunga o'xshash yana nurg'un shu kichik kripto shirkatlarimiz chiqyapti. Masalan, Mana degandek, keyin masalan Sandboxlarni ishlatib, shu applarni ishlatib, shulardan o'zingizning yerini sotib olasiz. Shu metaversening shirki. Bu yerlaringizni vaqtinchada shu tashqi olamni ichiga qo'ygan bo'lsa, keyin cho'ng shirkatlar kelib, bu yeringizni sizdan sotib olish mumkin, yo bo'lmasa uyingizni. Chunki ular balkim o'ziniki e'lonlarini ko'rsatmoqchi boshqalarga, agar sizning shu yeringiz shunchalik muhim yer bo'lib qolgan bo'lsa, balkim sizga texnik jiq pullarni berib sotib olish mumkin. Hatto meni anlig'imda hozirmi, o'sha necha yil burun, 4-5 yil burun Sandboxlarda necha $100 bir yerni sotib olib, hozir necha million sotib o'tganlar bor ekan. Cho'ng shirkatlarga, masalan Nike, Adidas degandek. Shunaqa bu rasmiy mushtaq metaverse olam, mushtaq dunyo bo'lib qolsa, vaqtinchada biz yana nima ishlatamiz? Bizga pul lozim bo'ldi. Shunaqa bu pulni bexatarligi uchun, ayrim bir olam bo'lganligi uchun, uningki o'zingizning pulingizning bexatarligini qanday qilishni bilmaysiz. Balkim hozir davatqanlarmi, balkim blockchain, ya'ni shu Black Zanjir texnikasini shu chaqda ishlasam, shundan muvofiq bo'ldi. Hatto NFTlarmi, NFTni men ayrim bir video qilib ishlab so'zlab beraman. NFT deganimiz shu digitallik san'at buyum, yo muzika, yo naqsha, yo rasm, lekin bularning hammasini har birsiniki ayrim bir shifri bo'lg'achqa, u sizniki ayrim bo'ldi. Siz hech kim uni sizdan kopiya qilmaydi, o'g'irlamaydi degandek, ham o'zingizning xosligini, ham shuniki rostligini shifr bilan farq eta olasiz. Ondan shu Facebookmi o'ziniki kriptosini chiqarmoqchi, Libra deb, shuni vaqtincha shuni ichida ishlatishim mumkin. Asosan mushta olib ketgandan keyin sizniki texnik jiqroq qiymatingiz bag'ansiri bu ayrim dunyoga kirib ketadi. Asosan texnik jiqroq vaqtingizni bu mavhum dunyoda o'tkazishingiz mumkin. Shunaqa Facebookningmi bu qalish ishlagan yeri nurg'un shirkatlar bor hozir shu VR, shu metaverse taraqqiyot qilayotgan. Lekin hammasi qanday? Hammasi uyan shaklda qilyapti. Lekin Facebook bo'lsa rasmiy uyanlarni emas, biroqlam sizni shu yerda yashang degandeklam hamma narsangizni tayyor qilib beryapti. Shu yerda yashsangiz bo'lgandeklam. Hozir xizmat ishlash taraflardan planlarni tuzib, allburun ichida shu tarafda tayyorlik qilyapti. Eng birinchi bo'lib qilgan ish shu. Ondan asosan siz do'stlaringiz bilan ko'rishadigan,
yo yig'inlarga qatnashish, mushlarning hammasi odatga yashaydigan, odatga yetalaydigan pulsiz. O'zingizning qimmatiy bag'asi jiq bo'lg'achqa ham balkim asosda amaliy dunyoni yaxshi ko'rmaydigan qolasiz. Chunki bu amaliy dunyoga kelsangiz nurg'un avorchiliklar bor, badan og'irligingiz va hatto ba'zan og'rib qolsiz, bir yerlaringiz og'riydi, yiqilib buni qilsangiz, mangsiz, horisiz, ucholmaysiz, bir yerga tez yo'tkalanmaysiz, kelgusidek hayotdan ayrilib qolgandek bir xil tushkun bo'lib qolasiz. Ham bu Metaverse'ningki cho'ng shirkatlarningki taraqqiyoti shunchalik ishtiqotida, masalan, bu Nvidia degan shirkatningki CEOsi necha oy burun bir video chiqargan. Videoni chiqarib, ondan 4 oydan keyin shu videoning o'tiriki bir qismini shu kompyuterdan yasab chiqqan deb degan. Shunga uni shu 4 oygacha hech kim bayqamagan. O'zlari mushlar degandan keyin hamma odam shunchalik hayron qolgan. Demak, shu Metaverse shu tashqi olamning ichidagi personajlarni o'zingizning holatlaringizni balkim rost odamga o'xshashdagidek yasab chiqara oladigan holatga yetgan bo'lishi mumkin. Shunday ish taraqqiyoti. Lekin shunday bo'lsa-mu, meniki tavsiyam unda bek oldirab bu narsaga qiziqib fursat izlayman, bu deb jiq mablag'larni sarflab unda qilmang. Chunki bunda vaqtlardami nurg'un yolg'onchilik, aldamchiliklar jiq bo'ldi. Ham meniki kuzatganimda bu sohaniki rasmiy taraqqiy qilib chiqishiga yana oz deganda 5 yil bor. Bu sohaniki hozir yana baklan bo'ldir. Mayli Facebook biz 5 yilgacha anda qilamiz degan bilanmi? Menimcha 5 yilgacha yana jiqyalarga berib bo'lmaydi. Rasmiy bo'lsaning eng beshidagi altini balkim shu 5 yildan keyin ko'ramiz, lekin rasmiy bizning o'ylaganimizdek mukammal bo'lganiga yana oz deganda 20-30 yil yoki bo'lmasa 10 uzun yil bo'lib qilishi mumkin. Meni hozir mo'ljalligim 2045 yildan keyin rasmiy bir yaxshiroq holatga yetilishi mumkin deb qarayman. Shuningga hargizmi ba'zan shirkatlarga oldirab paychaklarga mablag' sabatmang, yo bo'lmasa ma kripto metaverse paytsulga andamanda deb jiq mablag' sabatmang, yo o'zimni app qo'yay andamanda deb sandboxlarda yo bo'lmasa mana bu ularga jiq mablag' sabatmang, chunki biz bilmaymiz vaqt kelganda ularning naslari rasmiy bu mayli Facebook bilamdi, Nvidia bilamdi, Microsoft bilamdi, bular yasab chiqqan bu Metaverse'ning ichida, bu tashqi olamning ichiga bularning naslarini salamdi. Ya bo'lmasa ularning o'zlarining qo'lida shunchalik jiq pul bo'lg'achqa o'zlari yasashni xohlamdi. Ularni bilmaymiz. Ham mayli bu cho'ng shirkatlar bo'lsinmi, ularniki bu cho'ng mablag' sarflashlar mushtariyatlardan fuqarolarni qiziqtirib Metaverse deb ularning paychaklariniki baholarini davolg'usini cho'ng qilib o'tish mumkin. Men o'zimmi hamda Facebookni yaxshi ko'rib ozroq paychakini olib qo'ydim. Boshqa kichik shirkatlar yo bo'lmasa bu cho'ng shirkatlarning paychaklarini o'zlar jiq avlashlarni tavsiya qilmayman hozircha. Chunki agar sizni qiziqtiriblam davolg'usini cho'nglatib o'rlitib, anakin siz o'lgan vaqtda kirib qolsangiz, anakin ular yana pullarni chiqarib olsa, paychaklar balkim bak tushib ketishi mumkin. Amdi bu odatda bu cho'ng shirkatlarniki paychaklari unchalar bak cho'ng davolg'a olmaydi. Mayli Microsoft ma'zi 2 trilliondan cho'ng shirkat, Facebook 1 trilliondan cho'ng. Shunday bo'lsa-mu, lekin yana diqqat qilgan yaxshi deb qarayman. Amsi bugun Metaverse nima so'zlaylik. Keyingi sonimizda ko'rishaylik. Allohga emanet.